payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini yana davomli tarzda sizlarga yetkazmoqlikni lozim topdik. Bugungi hadisimiz Hadis va hayot kitobidan bo'ladi. Hadis va hayot kitobi 12-juzdan faroiz ilmiga bog'liq ilm bilan boshlanganligi uchun bu hadis 1808-hadis. Hadisga endi yuzlanamiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: Ta'allumul Qur'ana wal fara'iza wa 'allamun nasa fa inni maqbuzun. Rawahu Tirmizi wal Hakim. Endi bu hadisning matniga o'tamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Qur'onni va faroizni o'rganinglar va odamlarga o'rgatinglar, chunki men qabz qilinuvchiman dedilar. Tirmizi va Hokim rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bu yerda chunki men qabz qilinuvchiman deganlari, men vafot etuvchiman. Agar vaqtida o'rganib qolmasangiz, bu narsa zoyi bo'lur degan ma'noni anglatadi.